Kechki bozorimizda 2023-yil ishlab chiqarilgan BYD Song L 4-pozitsiyasi eng fulidan bitta past pozitsiya, ya'ni kraskasi top-toza ekan. Ozginchom qirilgan joylari bor ekan, ko'rsataman, lekin hech qanaqa detalda kraskasi yo'q. O'zini firminniy diska balonida NFC karta 360, slipoy zona, без ключевой, xullas nima kerak bo'lsa hamma narsa bor bu mashinada. Mana salon holatlari, punni, elektropaket, abagrev, masajniy sideniya, даже Face ID ham bor ekan, akalar. Xo'p, probeg ozgincham ko'proq 97938 km masofani bosib o'tgan. Qoraga oq salon. Salon holatlari o'zini gazli frishkalarida. Mashina hech qanaqa defekt, hech qanaqa ishi yo'q ekan. Ustingizdan olib kelib bemalol ko'rib tekshirib olasizda. Mana shu joyini hozir siz yoningizga kelayotganda qirib qo'ydim. Ozgincham kosmetikali ishni mana shu yerda ham ko'rdim. Keyin mana shu orqa bamferida ham ozgincham qirilgan joy bor ekan. Bu bamfer detalga kirmaydi. Qolgan joylarni bemalol ko'rib tekshirib olasizda. Yo'q narx kanalimizdan kechki bozordan olib maza qilib haydashinglar uchun bor yo'g'i 25490 ulgurib qolinglar.